Kulli ham isib ketdi. Shu daraxtlarni obreska qilish kerak yaxshilab. Menikida ham ancha daraxtlar bor edi. Shuni obreska qilib olishim kerak. Men bilaman, mana shularni o'zim qilganman. Adasi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelyapsiz? Men gapga ketayotgandim. Bolalarga qarab tura olasizmi? Ha, hop, hozir kiraman. Xo'p. O'len, bir lattasan, Nima endi xotining gapga ketay, maza qilib yuradi, sen bolalarga qarab o'tirasanmi? Hammasi oldiga turib olib, mana qo'yib, o'zing tuqqanmisan, o'zing qaragin demaysanmi? Masalan, men unaqa emasman. Agar xotinim yo'q yoqqa ketadigan bo'lsa, bolalarga qarab turasizmi? Yo ota-onangga olib borsa, yo u kim tanishiniki qo'yginda ketgin. Meni bezovta qilmagin. Tuqqan sansan debchi, shuni gapini o'chiraman. Nima bu hozir? Bolalarga qarab tura olasizmi? O'l bor, latta bor. Yo'q, unaqa. Sen latta deb tashamang, oka. Endi prosta endi gapga ketargan, shunga bolaga qarab turish kerak-ku. Ha, hurmat qilaman deb qo'yibsan, yaxshi bolalar o'sha. Ko'zim ochib ko'rganim. Yaxshi. Yaxshi. Ko'zing zo'r narsani ko'ribdi, bor. Mayli. Chaqirmay turamiz endi bir kun. Shu bolalardan aniq turasan-a? O'z sandagilar o'zi bir xotin quli deydi. Oka. Qara, xotining gapdan kech qolmasin. So'tak. Shunaqa ham bir. Qanaqa nima bo'lyapti o'zi? Erkaklarga shu paytda kim qoldi? Ha, onasi. Alo, adasi qattasiz? Bugun meni qarindoshlarim bilan gapim bor. Ani bolalarga qarab o'tirishingiz kerak. Bolalarga? Hozir. Tez keling. Ha, hozir boraman. Bo'pti hozir. Alla aytay jonim bolam. What? Uxlab qolgin alla. Shirin alla. Gözleringden